Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat kuniga iymon keltirish. 135-savol. Qiyomat kuni degan qanday kun? Javob. Qiyomat kuni bu dunyo hayoti butunlay oxirlashib, Allohdan boshqa hamma fani bo'lgandan keyin oxirat ismli yangi bir hayot boshlanadigan kun demakdir. 136-savol. Qiyomat kunida qanday ishlar bo'ladi? Javob. Qiyomat kunida Alloh insonlarni qayta tirildirgandan keyin ularni hisob maydoniga to'playdi. Hisob maydonida har bir inson o'zining bu dunyodagi hayotida qilgan yaxshi-yomon barliq amallardan tafsiliy hisob berdi. Bu kundagi hisobni Alloh o'zi bevosita oladi. Alloh bu kunda zarrachaqilik yaxshiligi bo'lgan odamga shu yaxshilikning mukofotini ko'rsatadi va zarrachaqilik yomonlik bo'lgan odamga shu yomonlikning jazosini tetitadi. 137-savol. Qiyomat kuniga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Qiyomat kunining bo'ladiganligi o kunda har kim o'zining bu dunyoda qilgan yaxshi-yomon barliq amallarining mukofotini yoki jazosini ko'radiganligi va jannatga muyassar bo'ladiganlar jannatda, do'zaxga mansub bo'ladiganlar do'zaxda o'z o'rinlarini topadiganligi, oxiratda bo'ladigan tirilish, to'planish, hisob berish qatorliq ishlar haq va rostdir deb iymon keltirish kerak. Qiyomat kuniga iymon keltirish o'z ichiga oladigan ikki haqiqat. 138-savol. Qiyomat kuniga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Qiyomat kuniga iymon keltirish tuvandagi ikki haqiqatga chin ishonib, e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. 1. Qiyomat kunida bo'ladigan butun ishlarga, jannat bilan do'zaxning haq va rost ekanligiga chin ishonib iymon keltirish. 2. Qiyomat qoyim bo'lguchilik, qabrda bo'ladigan barzax olamiga oid ishlarning meyitning qabrda tirildiganligi, so'roq savol qilinadiganligi, qabrda ba'zi meyitlarning azob tortadiganligi, ba'zilarining rohat va xotirjamlikka erishadiganligi qatorliq ishlarning haq va rost ekanligiga iymon keltirish. 139-savol. Qiyomat kuniga iymon keltirishning foydalari qaysilar? Javob. Qiyomat kuniga iymon keltirishning foydalari intayin ko'p bo'lib, uning eng chong foydasi musulmon bo'lishning sharti bo'lgan 6 iymonning to'liqlanishidir. Chunki qiyomat kuniga ishonmagan kishining iymoni qabul bo'lmaydi. Qiyomat kuniga iymon keltirishning boshqa foydalarini tuvanda 3 ga qisqartishga bo'ladi. 1. Alloh taolaning oxiratda beradigan savobini ko'zlab, toat ibodatlarini o'rindashga aldirash. Bu orqali Alloh taolaning himoyasida ikki olamlik baxt saodatlarga erishish. 2. Qiyomat kunidagi azobdan saqlanish uchun gunoh, yomon ishlarni qilishdan to'silish. Bu orqali o'zini dunyo va oxiratda ziyon zahmatlardan qo'g'dash. 3. Bu dunyoda yaxshi ish qilish yo'lida tortgan jabr-jafolar, yo'liqqan haqsizliklar va musibatlarning badaliga oxiratda ajr va savobga erishadiganligiga ishonib, xotirjamlik his qilish. Qayta tirilishga inkor qiluvchilarga radiya. 140-savol. O'lgandan keyingi tirilishga inkor qiluvchilarga qanday radiya beriladi? Javob. Kofirlar o'lgandan keyingi tirilishni inkor qilib kelmoqda. Ularning bu inkori naql, Qur'on va hadis dalillari, aql va hissiy dalillar bilan rad qilinadi. 1. Naqli dalil. Qur'on Karimning ko'plagan oyatlari va payg'ambar alayhissalomning hadislari qiyomat kunining cho'qim bo'ladiganligini ta'kidlamoqda. Yahudi va xristian dinlariga o'xshagan samoviy dinlarning muqaddas kitoblarimi bu kunning cho'qim maydonga keladiganligiga va u kunda o'liklarning tirildirilganligiga birdek ittifoqdir. 2. Aqli dalil. Aqli dalillar ikki yo'l bilan qiyomatning bo'ladiganligini isbotlaydi. 1. Alloh taolo osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi butkul mavjudotni yo'qdan bor qilgan tangdossiz yaratquchidir. Maxluqotni yo'q qilish va bor qilish Allohga osondir. Mavjudotni yo'qdan bor qilishga qodir bo'lgan zot, ularni o'lgandan keyin qaytadan tiriltirishga albatta qodirdir. Alloh taolo mundaq deydi: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir.
O yani o'lganlarni tirildirish dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Ikkinchi. Zimin aslida daldiraq va yeshilliklardan xoli o'lik holatida bo'ladi. Uningga yomg'ir yoqqandan keyin qoqas zimin tirilib uningda turli daldiraqlar va yeshil o'simliklar o'sadi. O'lik ziminni yomg'ir bilan tirildirishga qodir bo'lgan Alloh albatta o'lgan jonliqlarni tirildirib asldagi holatiga keltirishga qodirdir. Alloh bu haqda mundaq deydi. Bumu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandirki, sen ziminni qoqas ko'rasan. Onunğa yağmur yağdırgan vaqtimizda zimin ko'tariladi va ko'pishidi. Shubhisizki, ziminni tirildirgan zot o'liklarni albatta tirildirguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. 3. Hissiy dalil. Alloh taolo o'liklarni tirildirishning mumkin ekanligini bandalarga mushu dunyoda ko'rsatgan. Birli sura Baqarada o'liklarni tirildirishga Allohning qodir ekanligiga 5 misol keltirilgan. Birinchi Musa alayhissalomning qavmi biz Allohni oshkor holda ko'rmasak, uningga ishonmaymiz deb Musa alayhissalomga agishishdan bosh tortganda, Alloh ularni o'ltirib qaytadan tirildirgan. Alloh bu haqda Isroil avlodiga xitob qilib mundaq deydi. O'z vaqtida, ey Musa, Allohni ochiq ko'migicha sana hargiz ishonmaymiz dedinglar-da, sizlarga tushirilgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. 2. Qotili bilinmagan o'lik to'g'riliq Isroil avlodi jangi jadal qilishganda, Alloh ularning qotilini tepishi uchun ularni kala qurbonlik qilishga buyurganligi haqidagi qissada Alloh mundaq deydi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani Alloh oshkorlaguchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalaning bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni tepib beradi. Alloh o'liklarni shundoq tirildiradi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatadi. 3. O'limdan qo'rqib vatandan qochib chiqqandan keyin Alloh taolo ularni o'ldirib qaytadan tirildirgan qavmning qissasi haqida Alloh mundaq deydi. O'zlari minglarcha turg'liq o'limdan qo'rqib yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlidir, va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. 4. Uzayr tam ügüzleri yıkılıp xarabiga aylanib qolgan Baytul Muqaddas şəhərdən o'tgan vaqtida u bu şəhərning o'lgan aholisini Alloh qandoq tirildirdi deb ajablanganda, Allohning uni o'ltirib 100 yildan keyin tirildirganligi to'g'riliq Qur'on Karim mundaq deydi. Yoki sen tam ügüzleri yıkılıp vayron bo'lgan şəhərdən o'tgan kishini Uzayrni ko'midingmi? U ajablanib, Alloh bu şəhərning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Allah onu 100 yıl ölük altında turg'uzib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi, undaq emas, to'liq 100 yil turding, yemak ichmaginga qarag'anki, buzilmagan, eshiginga qarag'anki, uning so'ngaklari chirib ketgan. San yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qarag'anki, uni qanday qurashtiramiz, ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. 5. Allohdan o'liklarni qanday tirildirganligini ko'rsatib berishni so'ragan Ibrohim alayhissalomning qissasini bayon qilib Alloh mundaq deydi. O'z vaqtida Ibrohim, ey Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini menga ko'rsatgan dedi. Alloh, o'liklarni tirildira oladiganligimga ishonmadingmi? dedi. Ibrohim, ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Alloh aytdi, qushdan 4ni olgin, ularni o'zingga to'plagin, ya'ni ularni parchalab paylar bilan go'shtlarini aralashtirgin. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lagini qo'ygin. Ondan ularni chaqirgin. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki, Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uvchidir. Yuqorqi misollar Allohning o'liklarni tirildirishga qodir ekanligiga ko'rsatadigan hissiy va amaliy misollardir. Qiyomat va uning alomatlari.
141 savol. Qiyomat qachon bo'ladi? Javob. Qiyomatning vaqtini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. U Allohga xos ilmdir. Bu vaqtda Alloh mundaq deydi: "Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Parvardigorim biladi. Uni faqat belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga eg'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi." 142 savol. Qiyomatning alomatlari qaysilar? Javob. Qiyomatning alomatlari kichik alomatlar va cho'ng alomatlar deb ikkiga bo'linadi. Ular tuvandikicha. Birinchi, qiyomatning kichik alomatlari. Diniy ilmlarning ozayib ketishi, jaholatning umumlashishi, zina va aroqning, o'sim muomalasining ko'payishi, layoqatsiz kishilarning ish boshqarishi, yolong to'shlarning esil qasrlarga ega bo'lishi, ayollarning ko'payib, erlarning sonidan eshib ketishi va boshqalar. Ikkinchi, qiyomatning cho'ng alomatlari tuvandikicha. Birinchi, Dajjalning chiqishi. Dajjal chiqqandan keyin u xudolik da'vosi qilib, ko'p kishilarni o'ziga ishontirib ketadi. Dajjalning so'zlariga ishongan kishi iymondan ayrilib qoladi. Shunga payg'ambar alayhissalatu vassalam bizlarga Allohga ishonib, Dajjalning sharridan panoh tilashni tavsiya qilgan. Ikkinchi, Isa alayhissalomning osmondan tushishi. Isa alayhissalom qiyomatga yaqinlashganda osmondan tushib Dajjalni yo'qotadi va Allohning amri bilan yer yuzida islom shariatini qaytadan gullantiradi. Uchinchi, quyoshning kun petishdan chiqishi. Quyoshning kun petishdan chiqishi bilan iymon va tavbaning vaqti tugagan bo'ladi. Ya'ni bu vaqtda iymon etgan va qilgan tavbaning foydasi bo'lmaydi. Shuningdan keyin qiyomat qoyim bo'ladi. Qabrdagi tirilish va uning dalillari. 143 savol. Qabrda meyitdan nima deb so'raladi? Javob. Meyit dafn qilinib bo'lgandan keyin Alloh tarafidan evatilgan ikki farishta qabrda meyitning yeniga hozir bo'lib, uni yotgan yerdan turg'izadi va uningdan Rabbing kim, dining nima va payg'ambaring kim degan savollarni so'raydi. Meyit agar musulmon bo'lsa, yuqorqi savollarga Rabbim Alloh, dinim islom, payg'ambarim Muhammad alayhissalom deb javob bera oladi. Ondan uningga do'zaxdan bir ko'rinish ko'rsatib, sening o'rning agar iymon etib musulmon bo'lmagan bo'lsang, bu edi. Alloh sening iymoningning sababi bilan o'rningni jannatga belgiladi deb jannatdan bir ko'rinish ko'rsatdi va yuzini shu tarafga qaratib qo'ydi. Uning ne'matlaridan ta qiyomat kunigacha huzurlanadi. Meyit agar musulmon bo'lmasa, yuqorqi savollarga javob berolmaydi. Uningga jannatdan bir ko'rinish ko'rsatib, agar sen iymon etib musulmon bo'lgan bo'lsang, o'rning mushu edi. Endi sening o'rning do'zax bo'ladi deb yuzini do'zaxga qaratib qo'ydi. U ta qiyomat kunigacha azob chekadi. Barzaq olimi. 144-savol. Barzaq olimi degan qaysi olim? Javob. Barzaq so'zining lug'atdagi ma'nosi ikki narsaning o'ttirisini ayirib turadigan to'saq yoki to'sma deganlikdir. Barzaq olimi bu dunyo olimidan ayrilib, oxirat olimiga yetib bag'ichilik bo'lgan orliqdagi olim demakdir. O'liklar ta qiyomat qoyim bo'lgan kunga qadar barzaq olimida bo'ladi. Qabrining ne'mati va azobi. 145-savol. Qabrining azobi kimlarga bo'ladi? Javob. Qabrining azobi kofirlarga, munofiqlarga va musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkor kishilarning ba'zisiga bo'ladi. Mayli ularning jasadlari qabrlarga ko'milmasdan kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsin, mayli yirtqichlarga yem bo'lib tugashgan bo'lsin, mayli qandoqli holatda bo'lsin, Alloh har holatda ularning jonlari bilan jasadlarini azoblashga qodirdir. 146-savol. Qabrning ne'mati kimlarga bo'ladi? Javob. Qabrning ne'mati va rohati haqiqiy mu'minlarga bo'ladi. 147-savol. Qabrdagi ishlarni inkor qiluvchilarga qanday radiya beriladi? Javob. Ba'zi ozg'un kishilar qabrda meyitning tirilishiga, qabrning azobi va ne'matiga mundaq bo'lish reallikqa uyg'un emas, qabrdagi meyitni ochgandan keyin u asldagi ko'milgan holatida yotgan deganga o'xshash ahmoqona so'zlar bilan inkor qilib kelmoqda. Ularning bu inkori naql, aql va his dalillari bilan rad qilinadi.
Birinchi naqli dalillar. Alloh taolo Qur'oni Karimda kofirlar to'g'riliq ularni ikki qitim, ya'ni dunyoda o'ltirish va asra elish bilan o'lganda qabr azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga qaytariladi. Sura Tavba 101-oyat. Deyish orqali qabr azobining rostligiga ishorat qilgan. Sahihul Buxoriyda Ibn Abbos radhiyallohu anhuning bunu hadisi rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalom Madinaning ba'zi bog'larining orasidan chiqib o'tib, ikki odamning qabrlarida azoblanayotgan ovozni anglab, bu ikki qabrdagi odamlar azoblanayotdi. Ularning biri suydukdan poklanmaydigan odam, yana biri kishilarning orasida gap to'shib yuradigan suxanchi odam edi, degan. Bu mavzuda kelgan buningdan boshqa oyat va hadislar ko'p. Ikkinchi hissiy dalillar. Barzaq olimi bu dunyo olimidan ayrim bir olam. İnsan mushu olamda o'zining atrofida bo'layotgan nurg'un ishlarni bilmaydigan va his qilolmaydigan tursa, u boshqa bir olamda bo'ladigan ishlarni qandoqmi bilalasin? Onaning qursig'idagi buvoq tug'ilg'icha uning ahvolini, xushalligini, dardlarini va boshqa ishlarni bilolmaymiz. Chunki u boshqa bir olamda, biz boshqa bir olamda emasmi? Go'yoda odam tushida o'zining kangri bir joylarda ne'matlardan huzurlanayotganligini yoki tor bir joyda azoblanayotganligi va qo'rqinchdan yuragi og'ziga kelib qolganligini ko'rdi. Ko'rgan tushidan qo'rqinchdan cho'chib uyg'onib ketib qarasa, o'zini burunqidakli yotgan yerida ba'uzri yetayotgan ko'rdi. Uning yanida yotgan hamrohlarimi uningga nima ishlarning bo'layotganligini his qilolmaydi. Uchinchi aqliy dalillar. Uxlagan kishi tushida reallikqa muvofiq haq tushlarni ko'rdi. Hatto ba'zi kishilar tushida payg'ambar alayhissalomni o'z surati bilan ko'rdi. Lekin u kishi uyg'ongandan keyin o'zini tushida ko'rganlardan bakmi yiroq bir joyda, o'zining yotoq joyida ko'rdi. Bundaq ishlar bu dunyo realligida bo'ladigan tursa, oxirat olamida qandoqmi bo'lmasin? Qabrning azobi, ne'mati, uning kengayishi va tarayishini meyitning o'zi biladi. Boshqalar uni bilmaydi. Xuddi uxlagan kishining tushida tar bir joyda qiynalayotganligi, hatto qo'rqinchdan nol faryod qilayotganligini, uning qo'ynida yotgan jo'risimi bilmaganidek, o'likning yanida turgan kishilarmi uningga nima ishlarning bo'layotganligini qat'iy bilmaydi. Payg'ambar alayhissalomga go'yoda u sahobalar bilan birga o'ltirayotgan chog'larda vahiy keladi. Ammo sahobalar uni bilmaydi. Faqat chiroyining o'zgarganligidan, go'yoda chekisidan oqqan tardan onunğa vahiy kelayotganligini his qiladi. 148-savol. O'lganlarning jonlari nada qaror topadi? Javob. Payg'ambarlarning jonlari jannatlarning eng yuqori tabiqalarida ne'matlanadi. Shehidlardan ba'zilarining jonlari jannatlarda erkin uchib yuradi. Ba'zilarining jonlari ularda boshqalarning qarzi va omonati bo'lib, uni ado qilolmaganliklari sababli jannatning eshigi oldida to'xtatib qo'yiladi. Taqvodor, yaxshi zotlarning jonlari jannatlarda xushburoqlar orasida huzurlanadi. Odatdagi musulmon kishilarning jonlari o'zlarining amallariga loyiq jannatdan o'rin oladi. Musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlarning jonlari zamindan ko'tarilmagan holati bilan qoladi. Kuffarlar va munofiqlarning jonlari do'zaxning eng osti qetidagi hidi intayin sesiq puraydigan qon va yering dengiziga g'arq bo'ladi. Qiyomat kunida bo'ladigan ishlar. 149-savol. Qiyomat qandoq boshlanadi? Javob. Qiyomat koinotda umumyuzlik cho'ng bir o'zgarishning yuz berishi bilan boshlanadi. U kunda osmonning yerilishi, yulduzlarning va boshqa planetlarning bir-biriga urilish natijasida parchalanib yo'qolishi, zaminning tavrab parcha-parcha bo'lib ketishi, tog'larning hukm talqon bo'lib bir dövi qumga aylanishi qatorliq voqealar yuz berdi. 150-savol. Bays degan nima? Javob. Bays qiyomat qoyim bo'lgan kuni İsrafil alayhissalom ikkinchi qitimliq so'rib o'lgandan keyin birinchi qitimliq o'lishi bilan butun xaloyiq o'ladi. Butun jonliqlarning tirilishi demakdir. 151-savol. Qiyomat kunidagi tirilish qanday ravishda bo'ladi? Javob. Qiyomat kunidagi tirilish jon ham tan bilan bo'ladi. Bu Allohga hargizmi qiyin emas. İnsonni dastlabda yo'q yerdan bor qilgan, Alloh mayli uning jasadi chirib tuproqqa aylanib ketgan bo'lsin, mayli yirtqichlarga yem bo'lib tugishib ketgan bo'lsin,
mayli kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsin, mayli titilib parcha-parcha bo'lib ketgan bo'lsin, har holatda uni birlashtirib, asldagi holatiga keltirishga albatta qodirdir. 152 savol. İnsan qiyomat kunida qaysi tariqa bilan asliga keltiriladi? Javob. Qiyomat qoyim bo'lgan kuni qattiq yomg'ir yog'adi. Shu vaqtda xuddi ziroatlar yerga tikilgan urug'dan unib chiqqanidek, insonning tarkiblanishidagi 3 asosli moddaning birinchisi bo'lgan urug'dan inson unib chiqadi. 153-savol. Hashr degan nima? Javob. Hashr qiyomat kuni insonlar tirilgandan keyin ularning qabrlaridan qo'zg'alib chiqib, hisob maydoniga to'planishi demakdir. Allah hashr haqida mundoq deydi. Qiyomat kuni taqvodorlarni marhamatli Parvardigorning dargohiga izzat bilan yig'imiz. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. 154-savol. Mizon degan nima? Javob. Mizon qiyomat kuni bandalarning yaxshi va yomon amallarini tortadigan tarozi demakdir. Allah bu vaqtda mundoq deydi. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uval qilinmaydi. Agar qichichog'liq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. 155-savol. Hisob degan nima? Javob. Hisob bandalarni o'zlarining qilmishlariga e'tirof qildirish uchun ularning nomi amallari yozilgan kitobni ularning qo'liga berib, o'zlariga o'qitish va ularni o'z qilmishlariga iqro qildirish orqali ulardan hisob olish demakdir. Qiyomat kunida hamma odam o'qishni biladigan holga keltiriladi. Allah bu vaqtda mundoq deydi. Nomi amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob elinadi. O jannatga oilasiga xushal qaytadi. Nomi amali orqa tarafidan berilgan odam voy deb to'laydi. Ya'ni o'limni orzu qiladi, do'zaxga kiradi. 156-savol. Qilmishlarga iqror qildirish qanday shaklda bo'ladi? Javob. Islom dini mukofotlash va jazolashda mavqesi aniq bir din. Chunki yaxshi ish qilganlarni mukofotlash, yomon ish qilganlarni jazolash ilohiy adolatning taqozosidir. Alloh taolo mundoq deydi. Qiyomat kunida ularning eg'izlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab beradi. Putlari guvohlik beradi. Ya'ni har bir organi uningdan sodir bo'lgan ishlarni so'zlab beradi. Bu oyat Alloh taolaning qiyomat kunidagi savol so'roq qilish usulidan xabar bergan. Dunyodagi sudchilar jinoyatchini sotlaganda, jinoyatchini o'zining jinoyat paketlarini eg'iz orqali iqro qildirib yozdirish, guvohchilarni taklif qilish va bor isbotlarning hammasini qo'llanish orqali yanada ko'p hollarda adolatni joriy qildirolmaydi. Shunga dunyodagi sud mahkamalari nohaq, yolg'on, saxta, xato delillardan xoli bo'lolmaydi. Halbuki Alloh taolaning savol so'roq qilishi, sotlishi bularga tubdan o'xshamaydi. Chunki Alloh taolo jinoyatchining butun organlarini bir-birlab so'zlatish orqali o'z qilmishlarini bayon qilishga buyuradi. Alloh taolo Qur'on Karimda biz insonni shak shubhasiz eng chiroyli shaklda yaratdik deydi. Alloh taolo insonni yaratganda inson organlarini eng chiroyli shaklda yaratib, ularning har biriga maxsus iqtidor va vazifalarni topshirgan. Masalan, ko'zning vazifasi ko'rish, quloqning vazifasi anglash, burunning vazifasi purash, tilning vazifasi so'zlash, tam elish va tetish bo'lib, sezgi iqtidori teriga berilgan. Alloh taolo xohlagan vaqtda bu organlarni iqtidoridan mahrum qila oladi. Masalan, a'molarning ko'zi, g'aslarning quloqi buning misoli. Chunki bularning ko'zi bor turib ko'rmasligi, quloqi bor turib anglayolmasligi, ulardan ko'rish va anglash iqtidorining elib tashlanganligidan bo'ladi. Alloh taolo qiyomat kuni qo'lini o'zining bu dunyoda qilgan ishlarini so'zlashga, putini o'zining bu dunyoda mangan yo'llarini so'zlashga, ko'zini o'zining bu dunyoda ko'rganlarini so'zlashga, quloqni o'zining bu dunyoda anglaganlarining hammasini so'zlashga buyuradi. Tandagi har bir organni o'zining qilmishlarini so'zlashga buyuradi. Yaxshilikmi, yomonlikmi bir-birlar nazardan o'tkaziladi. Ondan Alloh taolo ularning bayoni va iqroriga, tarozidagi o'lchamiga qarab mutlaq adolatli hukm chiqaradi. 157-savol. İnsonning organlari qanday so'zlaydi? Javob. Alloh taolo Qur'on Karimda mundoq deydi. Hammadan ustun Parvardigoringning nomini pok deb e'tiqod qilgin.
O bütün mahluqatni yaratdi, ularni bejirim qildi. Mahluqatga foydali ishlarni ko'rsatdi. Bu oyatlarda yaratish va ko'rsatishdan iborat ikki masala nuqtaliq bayon qilingan. Buning ma'nosi shuki, insonning moddiy organlarini Alloh taolo yaratgan. Ularning har qaysining iqtidorini Alloh taolo bergan va ishlash yo'lini ko'rsatgan. Bularning hammasi Alloh taoloning ilkida bo'lib, inson tenida azaldan bor holat emas. Til so'zlayoladi, ammo so'zlash asl tilda bor iqtidor emas. Chunki til degan bir parcha go'sht bo'lib, aql idrak va xohishga ega bo'lmagan bir modda. Ma'lumki, uningdagi so'zlash iqtidorini Alloh taolo ato qilgan. Masalan, gachida til bo'lsa-mu so'zlayolmaganiga o'xshash. Shunga Alloh taoloning qiyomat kunida insonlarning tilini emas, balki butun organlarini so'ziltadiganligi ajablanarli emas. Chunki Alloh taolo hammaga qodirdir. Dunyo hayotida so'zlash vazifasi va iqtidorini tilga emas, boshqa bir organga berishga qodir edi, albatta. 158-savol. Alloh hammani bilib turib, nima uchun insonlarni ixro qildirdi? Javob. Alloh taolo hammani to'liq bilib tursa-mu va har bir odamning nomi amal kitobida uning yaxshi va yomon butun qilganlari tafsili yozilgan bo'lsa-mu, Alloh taolo o'zining adolatini namoyon qilish va inkorchilarning tillarini bog'lash uchun ularni qilmishlariga ixro qildirishni xohlaydi. Chunki dunyo hayotida ko'ryotamizki, inson o'ziga ziyonli bo'lgan ishlarga osonlikcha ixro qilmaydi. Qilmishlarini inkor qiladi. Kuchining yetishicha qilgan atganlarini yoshirishga va o'zini oqlashga tirishadi. 159-savol. Jazo degan nima? Javob. Jazo bandalarning bu dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallariga beriladigan mukofot va jazoning e'lon qilinishi demakdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. 160-savol. Sirat degan nima? Javob. Sirat do'zaxning ustiga qo'yilgan ko'rik bo'lib, jimi insonlar hisob maydonidan qaytib, shu ko'rikning ustidan o'tadi. Jannatga muyassar bo'lganlar jannatga udul o'tib ketadi. Do'zaxga mansub bo'lganlar ko'rikdan o'tamaydi va do'zaxga tushib ketadi. Alloh bu haqda mundaq deydi. Sizlarning oranglarda do'zaxga, ya'ni do'zaxning ustidagi siratga bormaydigan biror kishi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan taqvodorlarni qutqizimiz, zolimlarni do'zaxga tizilib o'tirgan holda qo'yamiz. Jannat bilan do'zax va ularning manguligi. 161-savol. Do'zax qandoq joy? Javob. Do'zax dahshatlik o't qaynimidan iborat bo'lib, u kofirlar, munofiqlar va musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlarning bir qismi boradigan joydir. Alloh bu haqda mundaq deydi. Ey mu'minlar, o'zinglar va bola-chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. 162-savol. Jannat qandoq joy? Javob. Jannat buyuk baraqsan, bo'stonliq, go'zal bog'cha bo'lib, u musulmon taqvodor zotlarning mangulik qarorgohidir. Alloh jannatni ta'riflab mundaq deydi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qilin, yupqa yipak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarishib o'tirishadi. Ular turli hurmatlar bilan mushundoq ikrom qilinadi. Shahlo ko'zli ko'rlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda mayda ig'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamisha mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular mushu dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetamaydi. Allah ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Parvardigoringning marhamatidir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. 163-savol. Jannat bilan do'zax mangulikmi? Javob. Jannat bilan do'zax har ikkilisi mangulik bo'lib, bularning oxirlashadigan cheki yo'qdir. Jannat va do'zaxda o'lim yo'q. Jannatga kirganlar uningda mangulik qoladi. Do'zaxga kirgan kofirlar va munofiqlarmi do'zaxda mangulik qoladi. Ammo musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlar do'zaxda gunohlarga tegishli azoblanib bo'lgandan keyin ularning iymonlari sababidan ular do'zaxdan chiqarilib jannatga kirgiziladi. Bu Allohning fazli va payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning shafoati bilan bo'ladi. Alloh bu haqda mundaq deydi. Ahli kitobdan va mushriklardan kofir bo'lganlar haqiqatan do'zaxga kiradi. Do'zaxda mangu qoladi.
Әні шуlar məxluqatның yamanidir. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlar әні şular məxluqatның yaxşısıdır. Ularga Parvardigarning dargohida beriladigan mukofot ularning turar joyi bo'lgan, ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardirki, ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi, ularmi Allohdan mamnun bo'ladi. Buningga Parvardigordan qo'rqqan odam erishadi.